O'rtoqlar 2013-yil Cobalt Staloy 13 ekan. Bu yerda qirilgan joyi bor. Mana bu kreloda kraskasi bor. Qolgan joylar top-toza, balon holatlari ozroq qilib charchabdi. Kalpaklari yo'q. Boshqa joyda kraskasi yo'q ekan. Bitta kreloda ekan. Salon holatini ko'rsataman. Faqatgina shu bitta mana bunisi Mesrovga elektropaket emas, probegi 382 ming, magnitofonlar ishlaydi dedilar. Salon holatlari yaxshi shakllangan. Mexanika korobka, chexoli poligi bor. 80 talik metallari ham bor, orqalari tonirovka qilingan. Mana bu yerda qirilgan joylari bor ekan. Ko'rib ko'rsatib olasizlar. Stoplarni ham nevichni qilingan. Orqadan holatlari yaxshi turibdi. Yil 2013. O'zinglar uchun ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar jigarlar. Narxi ham unaqa qimmat emas. 80 million. 80 millionga 2013-yil Staloy Cobalt kraskasi bitta mana shu kreloda bor. Bitta ikkita qirilgan joylari ham bor ekan.